Assalomu alaykum, ben Bozor.uz kanali kuzatuvchilari. Bugun sotuvimizda BMW E60 mashinasi, narxi $14.900. Xo'p, mashinamiz restyling bo'ladi, 2008-yil. 166 stil 18 razna shiroki diskelada, M bamperlarda, M original bako'ylada. Old labo'ylari anti-blik, juda ham chiroyli. Xo'p, ikkita kriloyimizda, oldi kapotimizda kraskasi bor ekan, suylari butun, qolgan hamma joyi radnoy kraskada o'rtoqlar. Juda ham chiroyli ko'rinishda, qaranglar turishini, gap yo'q. Xo'p, ikkita oldi eshigimizda davodchikli, orqasi prostoy. Ko'rishingiz mumkin. Kuzov tarafida bitta orqa bamper M qilib qo'yilsa, atak 4 tali nasatkalar chiqib, hammasi ishlaydi. Bitta M bamper qo'yib olsa, juda ham derski bo'ladi, yana ham mashinamiz. Hop. 230 ming yurgan mashinamiz. Salonlari ham приятный holatda turibdi. Ko'rishingiz mumkin. Patologlar to'liq alkantara qilingan. Eshik davodchiklari ishlab turibdi hammasi. Ko'rishingiz mumkin. Salon qismida bitta shu oldi sidenasida muammosi bor ekan. Bemalol hal qilsa bo'ladi uni. Vixi bilan ham yig'ilgan. Hop, konditsionerlar ham ishlab turibdi. Egalariga ozgina pul zarur bo'lib, kanalimizga olib keldilar, sotib beringlar deb. O'rtoqlar, BMW E60 zo'rni qidirib yurgan tanishlarimizga tarqatib qo'yamiz. E'tibor uchun rahmat, sog' salomat bo'linglar.